Mana mahsulot, bemalol ko'rib, bir fikringizni, mulohazangizni mijozlarimizga bildirib bersangiz, qanaqa emotsiya. Hurmatli kuzatuvchilar, qaranglar, akani o'zlari chakib ko'radilar. Qani aka, sizga savol, siz sigaret chekasiz, to'g'rimi? Yo'q, elektronikani chekaman. Ha, elektronik, lekin vaqtida tabiiy sigaret chekamiz. Ha, sigaret oldin chekardim. Ha, elektronik o'tib ketgan. 2 yil oldin chekarmiz. Bu o'zi giyohlardan tayyorlangan sigaret bu. Ha, men Telegramda, Instagramda ko'rib, zakaz berib ko'rdim, hozir ko'ramiz. Bo'ldi, bitta nima qilib qancha bo'ldi sigaret chekmayotgan? Yo'tal olmayapmiz hali. Bu o'zi nikotini yo'q sigaret bu. Hozir ko'ramiz. Mana hozir. Voh. Emotsiya qanaqa? Emotsiya. Qancha sigaret chekmayotganim zo'r. Giyohlar ta'mi kelyaptimi? Giyohini bilmadim, sigaret chekmayotganim yo'q. Chekmaganimga o'shancha yo'q qoldi degan. Ajoyib, a? Qancha 15 gram Vashi ko'p. Buni chak jonga tetashaverganda oxiri shunaqa. Ha, xuddi shunaqa. Bu endi bitta sigaret chakadiganlar uchun emas, sog'lig'ingiz uchun ham foydali. Lekin quvvatini kuchaytirib beradi. Ha, bumi? Keyin shamollagan bo'lsangiz, balg'amlarni ko'chiradi. Shamollaganmi? Ha, xuddi shu narsa foyda. Bu hech qanaqa bez nikotinsiz giyohlar, tabiiy giyoh. Voy. Endi bu yoqdagi kuzatuvchilarimizga gapiring endi. Ya bilmadim, menga xullas yoqdi deb aytmoqchiman. Yoqdimi? Yoqdi. Yaxshi kuzatuvchilar, kimga mana shu mahsulotdan kerak bo'lsa, asosiysi laynachish bor. Birinchi ixlos, birinchi ixlos. Mashinani davolayotgan ixlos qilsangiz, o'sha narsa davo beradi. Sigaret emas bu, tabiiy giyohlardan tayyorlangan dori vosita. Kimga kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqishinglar mumkin.